Xo'p, хорошо. Biz qaysi aroda to'xtab qoldik? Medianar. Medianarni hozir kesish nuqtasi xossasi va yuzalar haqidagi xossasini hisoblaymiz. Mana bitta mediani, mana yana bitta mediani, и mana voy. Keshuv qoldi. Keshuv qoldi. Uchta mediani o'tkazdik. Mana buni Y deb nomlaymiz. Mana buni D deb nomlaymiz. Mana buni K deb nomlaymiz. Mana buni medialar kesish nuqtasi N deb o'zi. Допустим, farqi yo'q, qanaqa harflar bilan belgilaysizlar. Bo'pti. Endi qaranglar. Har bitta hosil bo'lgan mana bu bo'lakchalar bor-ku. O'shalarni yuzalarini belgilab olamiz. Masalan, men buni yuzasini S1 deyman, buni yuzasini S2 deyman, buni yuzasini S3, buniki S4, buniki S5, buniki S6. Endi diqqatinglarni qarating. Boyagi xossani men bekorga tushuntirganim yo'q. To есть, qaranglar. A, M, C uchburchakka qaranglar. E'tiboringlarni bor e'tiboringlarni A, M, C uchburchakka qaratasizlar. A, M, C. И mana bu chiziqda. D. Qaranglar. To есть, asos teng ikkiga bo'lingan. Demak, mana bu A, M, C uchburchak uchun endi mediana deyiladi. Mayli, bizga endi mediana yo'qmi, qizig'i yo'q. Bizga qizig'i bor. Mana bu bo'laklar qanaqa nisbatda bo'linishi. Tushunasizlar? Boyagi yuzlar haqidagi xossani isbotladik-ku. Mana uchdan tushgan mana bu to'g'ri chiziq qanaqa nisbatda bo'ladigan bo'lsa, mana bu ikkita uchburchakning yuzalari ham xuddi shu nisbatda bo'linadi deb kelishsizlar, to'g'rimi? To'g'ri, buni isbotini ko'rdik. To есть, men nima demoqchiman? Agar ikkalasi teng bo'lakka bo'lingan bo'lsa, demak, mana bu ikkita yuza ham bir-biriga teng. Tushunasizlar? To есть, men bir S1 desam, bu yuza ham S2 emas, bu ham xuddi bir S1 ga teng. Ya'ni S2 teng S1. Tushunasizlar? Yaronlarni tushuntiraman. Xo'p, M3 dan mana bu kesma tushgan. Narigi tomonga o'sha tomonni teng ikki bo'lakka bo'lgan. Demak, mana bu AMD bilan DNC uchburchak yuzalari ham mana bu tomonlarni nisbati ustida bo'linadi, koeffitsiyentda bo'linadi, tushunasizlarmi? To есть, mana bu yuzani bu yuzaga nisbati, mana bu bo'lakni bu bo'lakka nisbatiga teng. Shunda nima degani? Изначально oldindan mana bu yuzamiz S2 ga teng edi, S2 deb belgiladik. Lekin biz mana bu ikkita yuza bir-biriga tengligini bilganimizdan keyin buni o'chirib S1 deb qo'ya qolamiz. Demak, mana bu ham sразу S1 deb qo'ysam bo'ladi. Endi qaranglar. Xuddi mana shu narsani mana bu BMC bilan BMA uchburchaklar uchun ham takrorlaydigan bo'lsanglar, e'tiboringizga tushib qoladi. Shu qaranglar. Mana bu ikkita yuza bir-biriga teng, mana bu yuzalar ham bir-biriga teng. Tushunasizlarmi? To есть, qaranglar. Mana bu yuza S1 bir-biriga teng bo'lgani uchun S1 belgilab oldik. Mana bu ikkita yuza bir-biriga teng ekan S3 belgilab oldik. Mana bu ikkita yuza bir-biriga teng ekan S5 ekan. Tushunasizlarmi? Boyagi xossani mana bu uchta uchburchakka qo'lladik. ANC bilan BNC и BMA uchburchaklar uchun mana bu xossani sifatlar xossasini qo'lladik. Хорошо, buni tushungan bo'lsanglar, endi yana bitta
narsaga e'tiboringlarni qarating. Biz xuddi shunaqasiga mana bu yuzalar nisbat xossasini mana bu A, B, D bilan D, B, C uchburchaklar uchun ham qo'llasak bo'ladi. Nima bo'ladi shuni qo'llasak? Qarang. Tak. To'xtang. Qarang. Tak, mana. Mana bu A, B, D uchburchagining yuzasi ikkita S5 plus S1 ga teng. Ikkita S5 plus S1 ga teng. Xo'p, D, B, C uchburchagimiz esa ikkita S3 ikkita S3 plus S1 ga teng. Tushunasizlarmi? Nimaga? Chunki mana bu bo'lak, mana bu bo'lak. Mana bu bo'lakni bu bo'lakka nisbati 1 ga teng. Demak, mana bu uchburchagimning yuzasiga nisbati ham xuddi shuningdek 1 ga teng bo'ladi. Bu degani mana bu yuza mana bu yuzaga teng degani. Xo'p, mana demoqchiman, ikkita S5 plus S1 teng bo'ladi ikkita S3 plus S1 ga. Shuni qarang, S1 lar qisqarib ketsa, ikkita S5 teng ekan ikkita S3 ga. Shunda ikkilarni qisqartirib olsak, S5 teng ekan S3 ga. To есть, qaranglar. Nima bo'ldi? S3 bilan S5 qiymati teng bo'lgani uchun mana bu S5 shuni o'chirib qo'yaman, shunchaki S3 deb belgilab olaman. Tushunasizmi? Mana bu bilan shu o'chirib tashlasham ham bo'ladi. Mana bular o'sha kerak yo'qmaydi. Mana bularni kerak yo'q. Sababini tushunmagan bo'lsangiz, videoni orqaga qaytarib, mana shu uni qaytadan ko'ringlar. Mana qaytadan ko'ringlar, nima bo'lgan. Xo'p. Mana shu to'rttasi o'zaro bir-biriga teng ekan. Endi qaranglar. Endi e'tiboringlarni E, A, B uchburchakka, E, A, C uchburchakka qarating. O'xshaydi. O'zi yaxshi ko'ryaptimi sizlarga? Da, sizlarga yaxshi ko'ryapti. Хорошо. E'tiboringlarni ana E, A, B, E, A, C uchburchaklarga qarating. Хорошо, qaratgan bo'lsanglar, demak mana yozaman. Mana. E, A, C bilan tak. Ay, to'xtang. Azlash. Alohida chizib o'tish shart emas bu. Xo'p. E, A, C bilan E, A, B ga qaraymiz. Mana bu E, A, C uchburchakning yuzasi nimaga teng? Ikkita S1 plus S3 ga teng, to'g'ri? Mana bu uchburchagim ikkita S1 plus S3 degan yuzaga ega. Ikkita S1 plus S3 degan yuzaga ega mana E, A, C uchburchagi. Tak, S, E, A, C uchburchagi teng ekan ikkita S1 plus S3 ga. Tushundinglarmi nima bo'lganini? Tushundinglarmi? Ikkita S1 bo'lak bor, ikkita S3 bo'lak bor. Yig'indisi umumiy E, A, C uchburchagi yuzasini beradi. Хорошо, endi E, A, B ga xuddi shunday yozib olamiz. S, E, A, B. Nima bo'ladi? Ko'rdingizmi? 3 ta S3. Mana 1, 2, 3. 3 ta S3 degan yuzaga ega ekan mana. Kodda E, A, B uchburchagi. Xo'p, endi C, E bilan E, B aniqlarga qaraymiz. Bo'laklarga qaraymiz. Ikkalasining nisbati 1 ga teng bo'ladi, chunki bu ikkitasi teng bo'lakka ajralgan. Medianini tushunyapsizlarmi? To есть ikkita teng bo'lakka ajralgani uchun men bu ikkalasini tenglashga haqqim bor. Nima bo'ladi bunda? Ikkita S1 plus S3 teng bo'ladi 3 ta S3 ga. Xo'p, S3 ga qo'shib yuboramiz. Ikkita S1 teng bo'ladi ikkita S3 ga. Xo'p, ikkilarni qisqartirib olsak, S1 teng S3 degan ifoda qoldi. To есть, endi S3 degan indeks o'chirib, hammasiga 1 qiyosi qilsam bo'ladi. Tushundinglarmi? Hammasiga S1. To есть, nima desam bo'ladi? Har bitta hosil bo'lgan bo'lak, mana 6 ta bo'lakning yuzalari o'zaro teng bo'ldi. Endi bu nima degani?
Bu nima degani? Biz boya men xoslik etdim sizlarga. Mana shunaqa 6 ta bolakcha ochilgandan keyin men bu shunaqa xoslik kelib chiqadi, shu ammo 3 ta mediani ham o'tkazilgandan keyin xos bo'ladigan uchburchaklar yuzalari o'zaro teng bo'ladi. Ya'ni 3 ta uchburchak medianasi o'tkazilgandan keyin bizlar qarayotgan katta asosiy uchburchagimizlarni teng 6 ta yuzali uchburchaklarga bo'ladi. O'sha xossani isbotladik biz hozir sizlarga. Endi medianani kesish nuqtasi haqida narigi xossa bor edi. U nimadan iborat edi? Mana bu BM ni MD ga, ya'ni katta bo'lgan kichkina bo'layotgan nisbati kesish nuqtasida 2:1 nisbatda bo'ladi. Esinglardami? To есть mana eslatamiz sizlarga. BM taqsim MD 2:1 nisbatda bo'linadi. Xuddi shuningdek AM ni MG ga, CM ni MK ga nisbatda, to есть 2:1 nisbatlarda bo'linadi. Bu narsa qayerdan kelgan? Mana buni qanday isbotlagan bo'lsak, xuddi shuningdek isbotlaymiz buni ham. Qaranglar. Mana men DAB uchburchakka chizib olaman. Alohida. DAB. DAB. Mana buni isbotlashim kerak bo'lsa. Tak, qaranglar. Nima bo'lyapti? Adan to'xtaydi, A bo'lsa M degan nuqta olaman. To'g'ri. Bitta M degan nuqta olaman. Keyin AB tomondan o'rtasidan bitta K degan nuqta olaman. I bundoq bilatilgan bunga tushunmadim. MK bo'lgan. Keyin M A. Shunaqa bo'ldimi? Adashmadimmi? Yo'q, emas. Xo'p, BM ni M degan sifatga isbotlashimiz kerak. Xo'p, qaranglar. Mana bu yuzlar hammasi bir-biriga teng. Bir hozir isbotladik. Har bitta yuzlar bir-biriga teng deb isbotladik bu narsani. Shunda men o'sha xossani endi обратно ishlataman. To есть, agar qaranglar, BM qarang, BM bo'lakni MD bo'lakdan nisbatan nega teng bo'ladi? BMA, ya'ni BMA uchburchakni yuzasi MAD uchburchakni yuzasiga qanaqa nisbatda bo'linsa, BM ni MD ga nisbatan xuddi shunaqa bo'linadi. To есть, qaranglar, BMA uchburchakni yuzasi 2 ta S1 ga teng. MAD ni yuzasi esa bitta S1 ga teng. Bu degani 2/1 degani. To есть BM ni M degan nisbatda 2:1 ekan. Mana bu narsani hozir isbotladik sizlarga. To есть medianalar kesish nuqtasidan uchdan boshlab hisoblasak 2:1 nisbatda bo'linar ekan. Men faqat bitta holat uchun ko'rib berdim. Men bu holatni qolgan ikkita holatni o'zingizlar mustaqil keltirib chiqarishga harakat qilib ko'ringlar. Hammasi mana shundan boshlanadi. Sizlar o'zingizlar keltirib chiqarib ko'rsanglar, o'zingizlar uchun ko'rsanglar, eslab qolaverasizlar. Bo'ldi, shu yodlashish shart emas keyin. Eslab qolganinglardan keyin umuman yodlash shart emas. O'sha miyadagi o'tirib qoladi u narsa. Xo'p, mediani polniy isbotlandi. Medianani yuzalar nisbati haqidagi isbotlandi. Yuzalarni medianani kesish nuqtasi haqidagi xossa ham isbotlandi 2:1lik. Tushungan bo'lsanglar, demak, bisektrisiga o'tamiz. Yozib olinglar, screenshot qilib olinglar. Pauzaga qo'yib bilmayman. O'chirib olman. 1, 2, 3 bir-biriga urildi. Qaranglar, uchburchak bisektrisasi nima ekan o'zi? Uchburchak bisektrisasida uchburchak bir uchidan chiqib, shu uchida yotgan burchakni teng ikkiga bo'lish kesmaga aytiladi. Har qanday uchburchakka 3 ta bisektrisa o'tkazish mumkin. Xo'p, uchburchak bisektrisalari bir nuqtada kesishadi va bu kesish nuqtasi shu uchburchak chizilgan aylana markazida yotadi. Ya'ni uchburchak ichiga bitta aylana chizib qo'ysanglar, o'sha aylanani markazi O nuqta, mana bu uchburchak bisektrisalari kesish nuqtasi bo'lar ekan. Tushundingizmi? Ana tushundingizmi? Xo'p, qisqa tushuntirib o'taman. Nima tushuntirib o'taman.
Sani doskaga umuman yoqmagan o'rtog'ing. Umuman chiqmagan o'rtog'ing. Bo'pti. Qaranglar. Mana bu uchidan asosga bisikletni tushirdik. Xo'p, A tomonga, ya'ni asosga tushgani uchun L A belgilab oldim. Qaysi tomonga tushirilsa, o'sha tomondan o'tib qo'yasiz. O'zingizga qulay bo'lishi uchun. Xo'p. Formulasi bor ekan mana. Ildiz b ko'paytirilgansa minus mana bu ikkita bo'lakni ko'paytmasi, tushunasizlarmi? Bu birinchi formulasi. Ikkinchi formulasi qaranglar. Mana bu ikkita tomon i burchakdan, ular orasidagi burchakdan foydalanilgan holdagi formula. Bu formula qanaqa chiqadi? Mana qanaqa ekan? 2 ko'paytirilgan BC, 2 ko'paytirilgan BC, ko'paytirilgan kosinus alfa taqsim b plus. Qaranglar. Kitoblarda alfa taqsim 2 deb keladi. Qachonki mana bu burchakda alfa taqsim 2 degan qiymat bo'lsa, tushunasizlarmi? To есть, mana bu umumiy burchaklar alfa bo'lsa, ikkita teng bo'lakka bo'lgandan keyin alfa taqsim 2, alfa taqsim 2 bo'lib qoladi. Men shunchaki o'zim uchun mana bu umumiy katta burchakni 2 alfa tasavvur qilyapman. I 2 alfani 2 ga bo'lsangda alfa bo'lib qoladi, tushunasizlarmi? To есть, sizlar kitobda alfa taqsimni bergan, вот yana ishlatish kerak, mana bunga qarab qo'yish kerak. Men hammasini to'g'ri qilaman. Хорошо. Bu ikkinchi formulamiz edi. Endi formula tugadi, menimcha tugadi formulada. Xossasiga qaytamiz. Qaranglar. Mana bu bisikletlar kesish nuqtasi uchburchakka ichki chizirilgan aylananing nima edi? Kesish markazi ekan. Bisikletlar kesish nuqtasi uchburchakka ichki chizirilgan aylananing markazi ekan. Xo'p, xuddi shuningdek medianada kabi uni ham xossasi bor ekan. Mana bu uchidan pastki kesmasiga nisbati bu katta kesma, mana bu kichkina kesmaga nisbati n taqsim n a plus b, ya'ni ikkita tomon yig'indisi taqsim uchinchi tomon ko'rinishida bo'linar ekan. Mana shunaqa proporsiyada bo'linar ekan. Хорошо. Mana shunaqa proporsiyada bo'linar ekan. То есть, qaranglar, xuddi shuningdek, mana bu x, mana bu y, tak, mana bu z, mana bu d bo'lsa, mana bu z taqsim t nisbati, mana bu ikkita tomon c plus b, ya'ni b plus c taqsim uchinchi tomonni a. Tushunarlimi? Va hokazo, to есть, mana shunaqasiga qo'llab ketaversanglar bo'ladi. Xo'p, formulasini tushungan bo'lsanglar, xossasini tushungan bo'lsanglar, endi isbotlashga o'tamiz. Isbotlashga ham rasmga olib olinglar, yozib olinglar, eslab qolinglar. Hozir mana bu mana bu tomoni a, mana bu tomoni b, keyin bitta chiziq tushibdi. To есть, bu bizning bisikletamiz, albatta. Bisikletamiz mana bu burchak gamma, mana bu burchak 280 gradus minus gamma. Keyin nima ekan? Mana bu bo'lak x ekan, mana bu bo'lak x ekan. Xo'sh, bu L C. Xo'p, C tomonga tushgan bisikletsa. Xo'p, birinchi yo'l nimani isbotlashimiz kerak? Хорошо. Qaranglar. Uchburchak uchidan biz C tomonga bisikletni tushirdik. C tomonimiz qanaqadir x, y, c minus x degan bo'laklarga ajralib qoldi. Xo'p, ya'ni mana ikkalasini qo'shsangiz c minus x bilan x ni umumiy c degan qiymatni beradi, tushunasizlarmi? Hammasi joyida, tak shu hammasi yaxshi. Shunchaki belgilashlarni olamiz. Xo'p, qaranglar. Sinus teoremasidan foydalanib, bisikletni xossasini keltirib chiqaramiz. Ya'ni kim? Qaranglar. A ni qarshidagi burchak gamma. То есть, a taqsim sinus gamma. Tengqurlarga x ni qarshidagi burchak alfa. X taqsim sinus alfa. Хорошо. Endi bu bo'lakka qaraymiz. C minus x ni to'g'risida alfa.
Tak, s minus x taqsim sinus alfa teng bo'ladi 1 qarshisida 180 minus gamma. 1 taqsim sinus 180 gradus minus gamma. Xo'p, mana bizning binolar sistemamiz. Xo'p, yana bir marta eslatib o'taman. Sinus 180 gradus minus gamma. Sinus gamma ga teng bo'ladi. To'g'ri. Ya'ni mana bu qiymat bilan mana bu qiymat o'zaro teng. Xo'p, o'zaro tengligini tushungan bo'lsanglar, mana ideya beramiz sizlarga. Bu tenglikdan bu tenglik bo'lib yuborishni. Bo'lib yuborsak, nima bo'ladi? A taqsim b teng bo'ladi x taqsim s minus x. Ya'ni tasavvur qilinglar. Bizda mana bu uchburchak qaytadan chiqyapmiz. Soda. Qanaqadir a b mana bitta x y. Mana bu bizning biskvitrisi. Xo'p, mana bu uchdan mana bu ikki biskvitrisi tushirsak, mana bu bo'lakni quyidagi munosabatga ega ekan. To есть a taqsim x teng bo'lar ekan b taqsim y ga. Bizning holatda esa a taqsim x teng bo'ladi b taqsim s minus x. Tushunasizlarmi? Ya'ni mana shunaqa xossa bor ekan. Biskvitrisida faqat biz o'shani isbotladik. A taqsim x teng bo'ladi b taqsim s minus x ga. Просто bizga hozir bu xossa kerak bo'ladi. Shuning uchun o'lchaganlikni teparoq yozib qo'ydim. Xo'p, qaranglar. Bo'lmasa boshladik. Men e'tiboringlarni qaratishinglarni xohlayman. Qaysi biriga, qaysi holatga qaradingizmi? Hozir bu ikkita formula keltirib chiqasizlar. Qaysi biriga mos kelmaydi? Tushunarli. Xo'p, qaranglar. Men bu uchburchagimga qaranglar. Mana buni sizlar. Mana shu uchburchak uchun kosinus teoremasini yozib olamiz. Nima bo'ladi? A kvadrat plus L C kvadrat minus 2A L C kosinus alfa teng bo'ladi kvadrat. Tushundinglarmi? Хорошо. Endi mana bu uchburchagimga e'tiboringlarni qarating. Bunisiga qarangda, xuddi shu uchburchak uchun ham kosinus teoremasini yozib olamiz. Ya'ni kimmi? Tak, L C b kvadrat plus L C kvadrat minus 2b L C kosinus alfa teng bo'lar ekan s minus x ni kvadratiga. Tushundinglarmi? Хорошо. Endi qaranglar. Tushuntirib o'taman unga. Mana bu uchburchak uchun kosinus teoremasini yozib oldik. Ya'ni a bilan l c orasida alfa. Bu uchburchagimiz uchun l c bilan b orasida yana xuddi shuningdek alfa. Biz ikkita burchak o'zaro teng. Shuning uchun kosinus alfa. Xo'p, kosinuslar teoremasini yozib oldik. Ikkita uchburchakni ko'rsatish. Endi men sizlarga ideya beraman. Birinchi qatorni b ga ko'paytirsin, ikkinchi qatorni esa a ga ko'paytirib olsin. Ya'ni tenglik ikkala tarafini b bilan a ga ko'paytirib. Xo'p, nimaga bu ish qilindi? Mana bu 2alc kosinus alfa, 2blc kosinus alfa menga xalaqit beradi. Agar buni b ga ko'paytirsam 2ab lc kosinus alfa bo'ladi. Buni a ga ko'paytirib olsam, xuddi shuningdek 2ab lc kosinus alfa bo'ladi. Men bemalol bir-biridan ayirib olsam, ko'paytirganim mumkin. Men b bilan bu tenglikdan bunisini ayirib olsam, mana bu ikkalasi qisqarib ketadi. Tushundinglarmi? Imенно ko'paytirilib ayrilgandan keyin mana shu ikkitasi bir-biri bilan qisqarib ketadi. Bizga shunisi kerak. Qisqarib ketish kerak mana shuni. Xo'p, hosil bo'ladigan ifodani yozaman. A kvadrat b ko'paytirgandan sizlarga chiqasin. Plus b ko'paytirgan lc kvadrat. Ya'ni lc kvadratga b ko'paytiramiz. Keyin ayrilgan mana bitta bu qatorga a ko'paytirganmiz. B kvadrat a ko'rinyapti shu. B a ko'paytirganmiz plus a ko'paytirgan lc kvadrat teng bo'ladi. Obbo, chap taraf qisqarmikan?
o'ng taraf sariq ekan, qanday o'zgartirasiz? Xo'p, qaranglar, mana o'ng tarafni mana bitta yozib ketaman, hal bo'lmasini so'ray qolib. Tak, x kvadrat 1 minus a ko'paytirilgan s minus x kvadrat minus a ko'paytirilgan s minus x kvadrat teng ekan a kvadrat 1 plus b c kvadrat minus b kvadrat a plus a c kvadrat. То есть, ambitdan b ni ifodalab olamiz. b ni ifodalab olsak, tak, s minus x taqsim x ko'paytirilgan a. Endi bu ketib turadi. Hamma odam hamma adashadi. Qorin ochib ketdi. Hali qo'yaman. Tak, x kvadrat ko'paytirilgan bo'lganiga s minus x taqsim x ko'paytirilgan a и minus buni qoldiramiz. A ko'paytirilgan s minus x ni qoldiradi. Demakni o'ng tarafiga. Хорошо, qaranglar. Ko'rdinglar? X ni chiqarib ketdi. Nima qoldi? A ko'paytirilgan x ko'paytirilgan s minus x minus a ko'paytirilgan s minus x ni qoldiradi. Teng bo'lib qoldi. Mana bunga. A kvadrat plus b l s kvadrat minus b kvadrat a и plus a l f. Hop, a ko'paytirilgan s minus x ni, mana bundan a ko'paytirilgan s minus x ni topsanglar, b ko'paytirilgan x bo'lib qoladi, tushunasizmi? Mana buni proporsiya ko'paytirib olinglar, buni bu yoqqa ko'paytirib olsanglar, a ko'paytirilgan s minus x teng bo'lib qoladi b ko'paytirilgan x ga. Xo'p, lekin mana bu s minus x ni kvadrati turibdi, to есть yana bitta s minus x turibdi. Shunda nima bo'ladi? b ko'paytirilgan x ko'paytirilgan yana bitta s minus x bo'ladi. Tushunasizmi? Хорошо. Перегруппировкаdan keyin mana bitta x ko'paytirilgan s minus x ni chiqarib oladigan bo'lsak, a minus b degan ifoda qoladi. Xo'p, keyin yana davom ettiradigan x ko'paytirilgan s minus x a minus b. Xo'p, qaranglar, a minus b ikkala tarafdan qisqarib ketdi. Shunda nima bo'ladi? Tak, mana lc kvadratni sразу ifodalab yozib qo'yaman. Tak, lc kvadrat teng bo'lar ekan x ko'paytirilgan s minus x minus a. Mana nima chiqishi kerak? A minus x. Shuman nima? Demak, xato chiqaveradi. Ben tavla. İzleyem ey. Ey, ey. Ankitte müstahak yaptınız. Oh. Endi to'g'ri. Bu. Dalam so'rayman. Tut tartayman. Kvadrat teng bo'ladi a1 minus x ko'paytirilgan s minus x. Xo'p, endi qaraylik. Bu yoqdan to'g'rilarni yozadigan bo'lsam, lc tengga ildiz ostida a1 minus x ko'paytirilgan s minus x. Mana Tipikdan formulasini keltirib chiqardim. Xo'p, qaranglar, men boya katta xato ketdim. Mana bitta x kvadrat b o'rniga men olib keldim. B o'rniga s minus x taqsim x ko'paytirilgan a ni olib kelib qo'ydim mana bu yerga. Mana bunaqa ifoda hosil bo'ldi. Keyin xuddi shuningdek, men bu a ko'paytirilgan s minus x ni qos kvadrati degan ifoda bor. To есть mana bu ifodani o'rniga yana bitta narsa olib kelish kerak bo'lgan ekan. Ya'ni kim? Qarang. A ko'paytirilgan s minus x ni topsanglar, b ko'paytirilgan x degan narsa hosil bo'ladi. B ko'paytirilgan x ni yozasizlar, и mana bitta kvadrat bor. To есть yana bitta s minus x degan ko'paytiruvchi borligi uchun uni ko'paytirib qo'yasizlar. Ya'ni lishniy narsa qoldirib ketmaydi o'zingizlar. Hammasini olib yuring o'zingizlar. Keyin
e'tibor beramiz. X ko'paytirilgan c minus x qovusdan tashqariga chiqarsak bo'ladi. Chiqarib oldik. A minus b bo'ldi. Хорошо. Endi mana bu taraf tushundinglar nima bo'lganini? Mana bu yerda a kvadrat b bilan minus b kvadrat a bo'lgan ekan. Mana bu yerda b c kvadrat bilan minus a c kvadrat bo'lgan ekan. Xo'p, men aytdim, a kvadrat b bilan b kvadrat a ni gruppirovka qilamiz. B c kvadrat bilan minus a c kvadratni shuningdek gruppirovka qilamiz dedi. A b ni chiqarib olsanglar a minus b, mana bu yerda l c kvadrat chiqarib olsanglar b minus a. То есть o'ng tarafda mana bu yerda a minus b deb adashib ketdim. To'g'ri variant b minus a bo'lar ekan. Keyin a minus b ni qovusdan tashqariga chiqarib olsanglar mana bu tarafdan qaranglar. Mana bu yerda a b ni o'zi qoladi. No. Mana bu yerda minus l c kvadrat qolishi kerak edi. Tushunasizmi? Ya'ni mana bu yerda b minus a turibdi. Ya'ni a minus b ko'paytirilgan minus 1 degan ifoda turibdi. O'sha minusni сразу berib oldim. To'xtang. Что? Что? Еще раз. Yana xato bo'ldi. Insof bilan xato qilish kerak. Mana bu minus a bo'ladi. Xo'p, qaranglar, qisqasi shoshilmasdan mana bundan qovusdan tashqariga to'g'ri chiqarib olsanglar, a minus b ni mana bunaqa keladi. L c kvadrat minus ab keladi. Keyin qaranglar, a minus b bu tarafda ham umumiy ko'paytiruvchi, bu tarafda ham umumiy ko'paytiruvchi demak qisqartirib olsak bo'ladi. Keyin l c kvadrat minus ab teng bo'ladi minus x ko'paytirilgan c minus x. Mana lekin minus ab ni bu tarafga sразу o'tkazib oldim, plyus qilib. ab minus x ko'paytirilgan c minus x bo'ldi. Keyin ikkala tarafga ildiz beradigan bo'lsanglar, LC teng bo'ladi. Ya'ni bisektriksal formulasi AB minus x ko'paytirilgan c minus x degan ko'rinishda ekan. Xo'p. Endi buni yozib olinglar, chizib olinglar. Yana bitta formulasini keltirib chiqaramiz shu bilan shu. Mambu alfa, mambu a, mambu b, mambu disamaın mambu kanat dedik. Qarang, bisektriksal kanatda formulasi bor. Buni qanday topamiz? Mana kichkina uchburchakka yuzasini topaylik. A, L, I buni orasidagi burchakdan foydalangan bo'ladi. 1/2 ko'paytirilgan a ko'paytirilgan l ko'paytirilgan sinus alfa. Keyin qarang, narigi kichkina burchagimga e'tibor beramiz. B, L uchta tomon, I ular orasidagi burchak alfa. Buni ham yuzasini topadigan bo'lsak, 1/2 BL sinus alfa. Xo'p, mana shu ikkita yuzani qo'shadigan bo'lsak, bizani umumiy katta uchburchagimizni yuzasi chiqib keladi, to'g'rimi? To'g'ri. Endi qaranglar. Boshqa tarafdan qaraymiz endi. Mana A tomonim bor, B tomonim bor, I uni orasidagi ikki alfa degan burchagim bor. Uni hisoblaymiz. 1/2 ko'paytirilgan A, ko'paytirilgan B, ko'paytirilgan sinus 2 alfa degan formula keladi, to'g'rimi? Mana bu boshida ikkita alohida uchburchaklarning yig'indisini, yuzasining yig'indisini hisoblab oldik. I o'ng tarafda esa A, B, I oradagi ikki alfa burchakdan foydalangan holda yuzani yozib oldik. Хорошо. Qaranglar, men 1/2 larni qisqartiraman, mana bu. Shuningdek, e'tibor berib qarasak, L sinus alfa umumiy. Ikkala L sinus alfa mana bu chap tarafda umumiy. L sinus alfa hosil qisqarib chiqarib A plus B bilan. Xo'p, mana bu yerda A ko'paytirilgan sinus 2 alfa degan quadratur. Xo'p, deganingizda xabaringlar bo'lsa, bilasizki, что sinus 2 alfa teng bo'ladi 2 sinus alfa kosinus alfa degan qiymatga. Xo'p, qaranglar. Mana shundan biz foydalanamiz.
trigonometriyani bilamiz, tasavvur qilib turinglar endi. Boshqa iloji yo'q uni qilib chiqarish bo'lmasa. Xo'p, qaranglar. L sinus alfa ko'paytirilgan a plus b tenglikda a ko'paytirilgan b ko'paytirilgan sinus yaqinligi amaliy ifodani olib kelamiz. 2 sinus alfa kosinus alfa. Sinus sal ketadi. Хорошо. Mana nima qoladi? L ko'paytirilgan a plus b tenglikda 2 ab kosinus alfa bo'ladi. Shunda L ifodaladigan bo'lsak, 2ab kosinus alfa taqsim a plus b. Qandoq bo'ladi? То есть bu nima degani? Sizlar tasavvur qilinglar. Sizlarga shunchaki ikkita tomon berilgan, ikkita tomon orasidagi burchak qiymat berilgan. Mana shu uchdan tushgan bisiklisam qiymatini mashg'ul aloqadan foydalangan holda topsanglar bo'ladi degani. Tushunasizlar? Ammo L C deb qo'yaman. L C. Bu yoqdagi L ham hammasi L C degan. To есть C tomoni uchirgan bisiklisa degan. Qolgan tomonlarni ham formulasini xuddi shunaqa algoritm bo'yicha keltirib chiqaringlar. O'zingizlar uchun mustahkamlash uchun. Xo'p, endi bisiklisani oxirgi anonlardan, xossalardan qoldi. To есть bisiklisni kesish nuqtasida uchdan boshlab qanaqa nisbatda bo'linadi. O'sha narsani isbotlaymiz. Bu zapiska topdim. Da zapiska topdim. Ko'rinyaptimi sizlarga? Ko'rinyapti. Hop. Хорошо, mana bisiklisalar kesish nuqtasi. Xo'sh, A, B, C belgilaymiz. A, B, C, I, mana M, buni N deyman. Esinglarda bo'lsa, mana qarang. Bisiklisalar kesish nuqtasidan hozir. Mana bijir. Xudoga shukr. Qarang. Bisiklisalar kesish nuqtasidan boshlab quyidagi nisbatda bo'linadi, ya'ni A plus B taqsimsi. Ikkita tomon yig'indisini uchinchi tomonga nisbatan mana shunaqa ko'rinishda bo'linar edi. Biz hozir shuni sizlar bilan isbotlashimiz kerak. Qaranglar, isbot uchun sizga mana bu kerak bo'ladi. Mana bu istima, mana buni S Xo'sh. Qaranglar, A ni X ga nisbati, B ni S minus X ga nisbatiga teng. A ni X ga nisbati, B ni S minus X ga nisbatiga teng. Nimagaligini tushundinglar, to'g'rimi? Tushundinglar. Bisiklisam xosasini boya isbotladik-ku. Tomonlar mana bu qandoq nisbatda bo'linadi? Ajratilgan bo'lakchalarning nisbatiga teng bo'ladi. Tushunasizmi? Buni isbotini ko'rdik. Birinchi bo'lib mana shuni isbotini ko'rdik. Xo'p, orqaga qaytib ko'ringlar bo'lsa. Endi yana e'tibor beramiz. Yana qayerdan mana shunaqa bo'lsa bo'ladi, xossa. Men aytaman, e'tiboringizni qaratishinglarni qaranglar. Mana bu uchburchak o'ziga qaranglar, bunisiga e'tibor bermang. Biz bunisini yopib turaman. Faqat mana shunisiga e'tiboringizni qaratinglar. Xo'p,
x ni n ga nisbati a ni m ga nisbatiga teng. Qanday tushunarli bo'ldi sizga? Хорошо, barcha tushundingmi? Yozaman. X ni n ga nisbati teng bo'ladi a ni m ga nisbatiga. Tak, bu foydasi bo'ladimi yo'qmi bilmadim. Buni yozib qo'yaveraylik-chi. Qaranglar, men bu uchburchak yopib turaman. Bunisiga e'tibor beringlar. Xo'p, b ni m ga nisbati s minus x ni n ga nisbatiga teng. B ni m ga nisbati teng bo'ladi s minus x ni m ga nisbatiga. Хорошо. Bisektrisalar xossasidan foydalandik 3 marta hozir. Umumiy katta uchburchagimiz uchun, mana bu uchburchak uchun и bu uchburchak uchun. Okey. Endi birga simmo. Unga to'plangan bazar. Они просто мне завидуют. Хочу, чтобы Господь дал мне хороший вкус. Я отдыхаю к синему. У меня нет спагетти маза, но отдыхаю к синему. У меня нет спагетти маза, но они просто мне завидуют. Я согласен X. Qatnoq kesam bo'ladi ekanman. So'tarsin X minus 1. Doktor, hozir o'ylashga vaqt beringlar. Shoshilmasdan. A taqsim x topsam, n taqsim n ekan. Xo'p, menda g'alati ideya bor. Yordam beradimi bilmayman. Qaranglar. Mana birinchi e'tibor beraylik. Birinchi tinglamamizga. Men s minus x ni yo'q o'tkazib yuboraman. A ni pastga o'tkazib yuboraman. Nima bo'ladi? S minus x taqsim x teng bo'ladi b taqsim a. Хорошо, endi qaranglar. То есть maqsad bo'ladimi? Xatma-xat bo'laveradi. S taqsim x minus 1 teng bo'ladi b taqsim a. Xo'p, mayli, хорошо, допустим-da. Shundan bo'ladi. S taqsim x teng bo'lar ekan b taqsim a + 1 ga. Xo'p, men bunga umumiy markaz berib, qo'lni yoza olaman. Nima bo'ladi? S taqsim x teng bo'ladi a + b taqsim a degan ifodaga. Tushundinglarmi? Ya'ni birinchidan mana shuni olib keldik. Men hozircha bilmayman menga nima yordam tegadi. No pust mayli turib tursin. Endi tak. Lishni xato qilmasak bo'ladi. Mana shuni почти kelib qoldik-da. A ni x ga nisbati. Qaranglar. Men bu tenglama bilan mana bu tenglamamizga qatimizni qaratamiz. Men bir bilan ikkiga e'tiboringlarni qarataylik, iltimos sizlardan. Bir bilan ikkiga e'tiboringlarni qarataylik. Men birinchi tenglamamni quyidagi ko'rinishda yozib olaman. A + b taqsim s deyman. Teng bo'ladi a taqsim x ga. Ya'ni yana bir marta proporsiyani qo'llayman. Shunchaki tushundinglar? Mana bu bir bilan bu bir, ikkalasi bitta narsa. Просто proporsiyani o'zgartirilgan bir ikkita joyda. Endi ikkinchi tenglamamga xuddi shuningdek ozgincha o'zgartirish kiritiladi. Qaranglar. Men m taqsim n ni tengman a taqsim x ga. Tushundinglarmi? M ni bu yoqqa, x ni bu yoqqa o'tkazib yubordim. Almashtirib yubordim ikkalasini. Proporsiya. Xo'p, a taqsim x a + b taqsim s ga teng ekan. Boshqa tarafdan esa a taqsim x n taqsim n ga teng ekan. Xo'p, to есть bu ikkalasini men вообще-то tenglasam bo'lar ekan. Tenglashga haqqim bor. Shunda nima bo'ladi? M taqsim n teng bo'lar ekan a + b taqsim s ga. Isbotladim.
Tushundinglarmi? То есть bisektrisalar kesish nuqtasida mana bu 3 dan boshlab a plus b taqsimsi nisbatda bo'linar ekan. Ikkita tomon yig'indisi bo'lingan 3-tomon. Xo'p, mana shu bisektrisaga oid hech bo'lib qolmadi. Xo'p, ishlaylik. Bu oson holatlardan biri. Oson holatlardan biri nima ekan? Mana bizda balandligimiz. Xo'p, mana bu hosil bo'lgan uchburchak perimetri P1, bu hosil bo'lgan uchburchakning perimetri P2. Хорошо. Nimamiz? Bunaqa formula bor ekanmiz. To есть hashning P1 plus P2 P2 minus P taqsim 2 degan formula bor ekan. Shuni isbotlaymiz bu to'qishdan. Xo'p. Mana qanaqa y, qanaqa y bo'lak deyman. Mana bu bo'lak y, bu bo'lak y. Okey? Okey. Mana qo'ying. Birinchi anaga qarasak, perimetrga qaraylik. Formulani yuqori to'g'ri chunki isbotlashimizga to'g'ri qarasak. A plus x plus h. Anaga ikkinchi perimetrga qarasak. Y plus h plus b. Хорошо. Endi oddiy umumiy perimetrga qaraydigan bo'lsak, nima bo'ladi? Y plus b plus h. Tushunarlimi? Endi qaraylik. Men nima deyman? Kelinglar. P1 bilan P2 ni qo'shib oraylik deyman. Tak, to'xtang. Men aytmoqman, P1 bilan P2 ni qo'shib oraylik. Nima bo'lar ekan mana? P1 plus P2 teng bo'ladi a plus x plus h plus y plus h. Хорошо. Keyin aytdim, men aytaman shu e'tiboringni qaratadi x plus y plus b bo'lsa, to есть x y b a ning yig'indisi katta p, ya'ni uchburchagimni perimetrga teng deyman. Nima bo'ladi? P1 plus P2 teng bo'ladi. Hdan 2 dona bor. Plus perimetr. Endi hni ifodalab oladigan bo'lsak, 2h teng bo'ladi. P1 plus P2 minus P. Hni o'zini topsak, 2 mahrajga tushib ketadi. P1 plus P2 minus P. Qaraylik. Bizga shunchaki tasavvur qilasizlar. Masalada bizga nima beriladi? Bizga aytadi, P1 bor deydi, sanda deydi. Mana qismlar berib qo'yadi. Sanda faqat P1 qiymati bor, P2 qiymati bor, umumiy perimetrni qiymati bor deydi. Menga mana shu uchburchakni balandligini topib berdi. Men aytaman, хорошо deyman. Mana bu formulani qo'yib topaman deyman. Bu formula qayerdan keldi desa, P1 ifodalab olamiz a plus x plus h, P2 ifodalaymiz,
ifodalab olamiz. Y plus h plus b. Keyin perimetrni o'zini topsak. Y x a b. Mana shu to'rttasini yig'indisi. Mana izlay berdim. Давайте bo'lma p1 bilan p2 ni qo'shaylik bo'lma. Qo'shsak. A plus x plus h plus y plus h plus b. Keyin e'tibor beramiz. A, x, y, b larni yig'indisi mana katta p ga teng. Xo'p, buni yozib olamiz. Bundan tashqarisi h, 2h deb 2h plus b bo'ladi. Chap taraf qo'shilishi. Endi 2h ifodalab olaylik. Buning uchun men katta p ni aniqlik o'tkazib olaman. Minus bo'ladi. Shunda p1 plus p2 minus p bo'ladi. H o'zini topadigan bo'lsa, shunda p1 plus p2 minus p taqsim 2. Хорошо. Tushundinglar. Keyingi holatga o'tamiz. To'g'ri burchakli uch burchaklarni masalada tasavvur qilamiz. To'g'ri burchakli uch burchaklarni to'g'ri chizimda. Keyin nima ekan? Gipotenuzaga balandlik tushirilibdi. Mana bu h s tomoniga gipotenuzaga tushirilgan balandlik. X, y degan bo'laklarga ajratib gipotenuzamiz. Umumiy o'zi c ga teng. Хорошо, buni a bilan belgilayman. Menda nima formulani to'plaganman? Etman to h degan a qo'yilgan bir taqsim c. Xo'p, bu birinchi formula. Ikkinchi formula. H degan biz ostida x y. Bu ikkinchi formula isbotlashimiz kerak bo'lgan. Nima aytib qo'yganman yana ba'zi boshqa qo'yib mana buraya yo'q yana. To'g'ri? Yo'q, boshqa yo'q. Bunday boshqa yo'q. Aniqmi to'g'ri burchak bor, faqat shularni nazariyalarni tekshirib ko'ramiz. To'g'ri burchakli uch burchakka oid boshqa formula yo'q. Хорошо, rostdan ham boshqa formula yo'q. O'tirsak bo'ladi. Yana qoldim. Bo'pti. Boshlar ikkalasini isbotladi. Qaranglar, birinchi formula просто easy. Bu. Buni isbotlashning ikki xil usuli bor. Birinchi usul yuzadan kelish, ikkinchi usul esa burchaklardan kelish. O'xshashlikdan ya'ni. Xo'p, qaranglar. Yuzadan ham ko'rib beraman. Mayli, ikkala usulda ham ishlab beraman. То есть, birinchi formulamni ikki xil usuli bor isbotlash. Boshlaylik. Birinchi formulamni birinchi usuli. E'tibor beramiz. To'g'ri burchakli uch burchakning yuzasini topish formulasi nimaga teng edi? S teng edi. Kosinuslar ko'paytmasini yarmi a ko'paytirilgan bir taqsim etdi. A ko'paytirilgan bir taqsim etdi. Endi xuddi shuningdek yuzani yana bitta bo'lak orqali ifodalasak bo'ladi. Ideya bormi sizlarda? Qadrli tomoshabinlar. Spoiler. Gipotenuzga oid. Xo'p, agar tushungan bo'lsa, tepgan bo'lsa, aytaman o'rgan. Qarang, mana bu C tomonga tushirilgan balandlikka ko'paytirib, yarmini hisoblasak, xuddi shuningdek, mana shu uchburchagimizni yuzasini topgan bo'lamiz. То есть, основной formula bor-ku, tomonni ko'paytiramiz, shu tomonga tushirilgan balandlikni yarmiga teng bo'ladi yuzaga o'sha narsa. Основной formulamizdan foydalanamiz. Shunda boshqa tarafdan qarasak, C ko'paytirilgan H C taqsim 2 ga teng ekan yuzamiz. Endi mana shuni o'ziga qaraymiz, bor e'tiborimiz qaramaymiz. Ikkala qisqarib ketsa, i H C ni sразу ifodalab olsak, A ko'paytirilgan B taqsim C ni formula chiqib keladi. Bu birinchi usul edi.
Ikkinchi usul burchaklardan ketamiz. Именно o'xshashlikdan, uchburchak o'xshashligini. Qaranglar. Men bu burchakni alfa deyman. Men bu burchagim 90 minus alfa bo'ladi, to'g'rimi? Qarang. Men bu burchak alfa bo'lsa, men bu burchagim 90 minus alfa bo'ladi. Nimagaligini bilmasanglar, burchaklar mavzusini qaytadan ko'rib chiqaylik. Именно anavi uchun, to'g'ri burchak, uchburchak uchun. Mustaqil ravishda izlaninglar. Хорошо. Men bu burchagim 90 minus alfa ekan. 90 minus alfa. Xo'p, agar bu burchagim 90 minus alfa bo'lsa, demak, men bu burchagim alfaga teng bo'ladi. Tushundinglarmi? Endi qaraylik. Endi hamma qiziq joyi aslo o'zgarmadi. Men bu uchburchagim uchun tangens alfani yozib olaman. Bu uchburchagim uchun men bunga qaramay turibman. Bunga qaramay turibman, faqat mana shunga tegidagiga qarab turibman, pastdagisiga. H s taqsim y teng bo'ladi tangens alfaga. Trigonometriyada xabaringlar bo'lishi kerak, uzr lekin. Uzr trigonometriyada xabaringlar bo'lishi kerak. Nima bo'lganini bilish uchun. Agar mabodo tushunmagan bo'lsanglar, o'sha bilmayman, nazariyani ko'pga metodikani ochib qaranglar, tangens alfasini hisoblasanglar, men buni bunga nisbatan bo'ladi. O'z uchburchakni mana bunaqasiga burib qarab ko'ringlar. Chonsdan o'shada tushunarli bo'ladi. O'z mana bunaqa bo'ladi-da. Mana bu 90, mana bu alfada, mana bu h si, mana bu y bo'lib qoladi. Shunda h si y ga nisbatan tangens alfa ekan. Baribir yozdirdinglar. Bu ham rasm. Bu ham rasm yozdirdinglar. Xo'p. Endi shuningdek, mana bu endi yuqoridagi tepadagi uchburchagim uchun ham tangens alfani topib olaman. Nima bo'ladi? X ni h si ga nisbatan x taqsim h si teng bo'ladi. Xuddi shuningdek tangens alfaga. Xo'p, mana bu ikkitasini tenglashtirib olsak, xohlasanglar bo'lib olinglar, xohlasanglar tenglashtiringlar. Bitta narsa. Nima bo'ladi? H si taqsim y teng ekan x taqsim h si. Xo'p, qaranglar, h-ni bu yoqqa ko'paytirishni o'qizaman, y-ni bu yoqqa ko'paytirishni o'qizaman. H si kvadrat teng ekan x ko'paytirilgan y ga. Ikkala tarafdan yulduz olamiz. H sini o'zini sof formulasi tushunda, yulduz ostida x ko'paytirilgan y ekan. O'z yana keltirib chiqardik mana. To'xtaydi. Voy. Men buni ikkinchi usulni ko'rsatmoqchi edim. Mayli. Qo'yaverib endi ikkinchi usulni ko'rsatdingmi? Ko'rsatdingmi, kerak emas. Ko'rsatdim, charchadim. İkinci usulü sizlarga vazifa. O'zinglar harakat qiling. Bu darslarni yana boshqacha ofisda bo'ladi. Bo'ladi, iloji bor. Aldamayapman. Sizlarni aldamayapman. Spoiler qilaman, kosinus alfa orqali topasizlar. Kosinus alfa bilan sinus alfa. Hazırlaşmaylar, to'xtaylik. Bilmadim. Вроде бы ishqilamizni ikkinchi usuli ham bor. U sizlarga vazifa. O'zinglar harakat qilib ko'ringlar. O'zinglarning avtorskiy usulinglarda isbotlab ko'rish kerak. Xohlasangiz internetdan ham ko'ringlar. O'z qancha ko'p narsa bilsanglar, o'zingizga shuncha yaxshi. Xo'p, то есть o'sha ikkinchi usulda ko'rib beraman deb sizlarga mana bu formulani isbotlab qo'yman, adashib. Kechirasizlar, gunohkorman. Rasmga olinglar, yozib olinglar, screenshot olinglar. Ulgurdi, o'chirmoqman. Uchburchak yuzasini topishi. Geron formulasi haqida gaplashamiz sizlar. Geron formulasi. Geron formulasi nimadan iborat?
Xo'p, tasavvur qiling, sizlarga uchburchakning uchala tomoni ham berilgandi. No, tam balandlik yoki burchaklar berilmagan. Shunchaki faqat uchta tomonni o'zidan foydalangan holda yuzasini topishni so'radi dedi. Sizlarga shunaqa vaqt berildi. Xo'p, isbotini demak boshladik. Geron formulasi. Isboti Geron formulasini kosinuslar teoremasidan olib kelamiz. Shuningdek, uchburchakning yuzasini uning ikkala tomoni va ular orasidagi burchakdan foydalanish formulasiga olib qo'yamiz ekan. Hozir ko'rasiz. Hozir bitta ko'rib beramiz hammasini. A, B, D qanaqaydi? Tak, mana. Tak, mana? A, B, C, D, beta, alfa, gamma. A bilan B ga foydalangan holda C ni ifodalaymiz. Kosinuslar teoremasidan foydalanamiz. C kvadrat teng bo'ladi x d nimaga? A kvadrat plus B kvadrat minus 2ab kosinus beta. Хорошо. Man kosinus betani ifodalab olaman mashqda. Shu xunuk tenglamada. Nima bo'ladi? Kosinus betani ifodalab tak. A kvadrat plus B kvadrat minus C kvadrat. A kvadrat plus B kvadrat minus C kvadrat taqsim 2ab. Хорошо. Endi qaranglar. Trigonometriyani yaxshi bilishinglar kerak buning uchun. Mana bu badbaxt. To'rtburchak uchburchak aloqasi yo'q. Bu narsaga. Aloqasi bor, bu narsa shart emas demoqchiman. Ya'ni mana bu qoidani bilasizlarmi? Sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa teng 1. Mana shu qoidani bilasizlarmi? Biz hozir mana shundan foydalanamiz. Faqat bizda alfa bo'lgan shunchaki b degan, ya'ni boshqa burchak degan bo'lsa. Xo'p, shunda menga sinus kvadrat beta kerak. Sinus kvadrat betani yozadigan bo'lsam, bu degani 1 minus kosinus kvadrat beta degan, to'g'rimi? Xo'p. Qarang, sinus bilan kvadrat, sinus kvadrat betani kosinus kvadrat betaga qo'shsanglar 1 ga teng, to'g'ri. Fantastik narsa bo'lganda shunchaki sinus kvadrat betani ifodalab oldim. Bu nima degani? Kosinus beta mana bunga teng bo'lsa, mana shuni kvadratini olib kelaman bu. To'g'ri. 1 minus a kvadrat plus b kvadrat minus c kvadrat taqsim 2ab ni kvadrati degan. Xo'p. Sinus kvadrat betani olmayman to'xtashni. Qaranglar. Mana bu 1 ni kvadratini qo'yaman. Bu nima degani? A kvadrat minus b kvadrat degan qisqa ko'paytirish formulasi bor. To'g'ri, a kvadrat minus b kvadrat nima degani? A minus b ko'paytirilgan a plus b degan edi. A kvadrat minus b kvadrat. Bu ham xuddi shunaqa. 1 ni kvadrati minus mana buni qanaqaga ifodaladi? Kvadrat. Bu nima degani? Qisqa ko'paytirish formulasiga ko'rsak, 1 minus a kvadrat plus b kvadrat minus c kvadrat aslida 2ab ko'paytirilgan 1 plus a kvadrat plus b kvadrat minus c kvadrat taqsim 2ab. Endi qaranglar, umumiy makhraj beramiz. Bu katta uchun ham, bunisi uchun ham, ikkalasi uchun ham umumiy makhraj beriladi. Ya'ni kimmi? 1 ga 2ab berar ekanmiz, 2ab minus a kvadrat minus b kvadrat plus c kvadrat taqsim 2ab ko'paytirilgan. Tak, bu ham 2ab makhrajimiz. Faqat bitta farqi 2ab plus a kvadrat plus b kvadrat minus c kvadrat bo'ladi. Bu nima degani? Bu nima degani? Qaranglar. 2ab minus a kvadrat minus b kvadratni men
quyidagicha yozib olaman. Diqqat bilan qaraydi. Minus a minus b ni qo'l qiladi. Plus b qiladi. 2AB plus A bilan plus B ko'rlarni amalga A plus B ni qo'l qiladi. Minus B. Aslında 2AB. Boshqalarni o'qmaydi. Mana 2AB minus A kvadrat minus B kvadratni minus A minus B ni qo'l kvadrati qilib oldim. Agar mana shu qo'lni ochsanglar, originalga qaytadi. Hech qanday adashilgani yo'q, oson olingani yo'q. Endi 2AB plus A kvadrat plus B kvadrat desa, A plus B ni qo'l kvadratga yig'sanglar bo'ladi. Lishni ish qilingani yo'q, lishni narsa qilingani yo'q, manipulyatsiya bo'lgani shunchaki yig'ib oling. Endi qaraydi. Mana bu yerda c kvadrat minus a minus b ni qo'l kvadrati. Mana bu esa a plus b kvadrat minus c kvadrat. To есть qisqa ko'paytirish formulasiga yana bir marta tushiramiz, tushunyapsizlarmi? Yana bir marta tushiramiz qisqa ko'paytirish formulasiga. Nima bo'ladi? C plus a minus b c minus a plus b tak taqsim 2ab. Ko'paytirilgan qaranglar a plus b minus c a plus b plus c taqsim taqsim 2ab. Teng. Endi qaranglar, tushuntiraman. Mana bu yerda qisqa ko'paytirish formulasiga qo'ysanglar, tak c plus a minus b и c minus qo'ls ichida a minus b bo'ladi. Minus, то есть qo'ls ochadigan bo'lsanglar, c minus a plus b bo'ladi ikkinchi qo'lsiz. Bu yerda esa a plus b minus c, nargisida a plus b plus c bo'ladi. Okey. Endi men mahrajni umumiy ko'paytirib yuboraman. Buni ko'tarib foydasi yo'q uchun. Xo'p, qaranglar. 2AB ko'paytirsanglar 4ta a kvadrat b kvadrat degan ifoda hosil bo'ladi. Men bu qisqa kompaktni bo'lishi uchun qaranglar. C plus a minus b ni shunday o'zgartirishim kerak, perimetr qatnashish kerak tushunyapsizlarmi? Perimetr bilan ifodalashim kerak, qanaqa bo'lsa. Xo'p, e'tibor beringlar. Mana C plus A minus B ni men yozaman. A plus B plus C minus 2B deyman. Nima deydilar shu gapni? Хорошо. Bu degani tak 2 ko'paytirilgan yarim perimetr minus 2B degan. 2 ko'paytirilgan yarim perimetr nima degani? A plus B plus C ni beradi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni katta perimetrni beradi. Shuni o'rniga men 2 minus 2b deb yozib oldim. Xuddi shuningdek, c minus a plus b ni ham yozib olaman. C minus a plus b ni yozib olsam, a plus b plus c deyman. A plus b plus c no minus 2a deb ayirib qo'yaman. Chunki qismi o'zgarmasligi kerak qiymat bo'yicha. Nima bo'ladi? 2 qiymat minus 2a. Xo'p, mana bu a plus b minus c bilan a plus b plus c qaydimiz. Nima bo'ladi? A plus b minus c ni tak yozaman. A plus b plus c minus 2c deyman. Nima bo'ladi? 2b minus 2c bo'ladi. Okey, mana bu a plus b plus c o'zi shundaylikcha qoldiraman. A plus b plus c ni men 2 ko'paytirilgan kichkina b deb qo'yaman. Kichkina b eslatib o'taman, yarim perimetr degan. Haloyiq, uxlamaydi. Uxlaman. Xo'p, davom etamiz. Endi har bir yozgan ifodamga o'rniga olib kelib qo'yamiz. Topgan narsalarimizni. Nima bo'ladi? 2b minus 2b, 2b minus 2b, bu birinchi qovus. Ikkinchi qovusim 2b minus 2a. Keyin 2b minus 2c. Keyin ko'paytirilgan 2b ni o'zi. Хорошо. Mana bu yerda har bitta qovusdan 2ni hammasidan 2ni chiqarib tashlayman. Nechta 2 bo'ladi? Bitta 2, ikkita 2, uchta 2, to'rtta 2. To есть 2 ni 4-inchisi bo'ladi. Tushundingizmi? 2 ni 4-inchisi bo'ladi.
Bu nima degani? 4x 16 degani. То есть suratda 16 bor, mahrajda 4 bor. Shunda nima qoladi? 16 bilan 4 chiqarsa 4 qoladi. Qaranglar. Ko'paytirilgan. Mana bu pni boshiga olaman. P minuslarni boshiga p minus 1 keyin p minus 1 yozaman. Okey? Okey. Tak, taqsim a kvadrat b kvadrat. Eslatib o'taman, biz sinus kvadrat bektani hisoblayapmiz hozir. Xo'sh, tekshirib olaylik. Adashib ketyapmiz-a? Da, все четко. Hech qayerda adashmadik hozircha. Hozircha hech qayerda adashmadik. Xo'p. Yozib olgan bo'lsanglar, tushungan bo'lsanglar, men o'chiraman-da, mana bu qismini o'zini hozir yozamiz albatta. Mana bular tursin. Mana shu o'zini hozir sinus kvadrat bektga tenglayman, okey? Va o'chirib tashlaymiz. Agar tushunmay qolgan momentlar bo'lsa, qaytadan qo'ying. Yoki o'zingizlar mana shu men bilan tenglikni keltirib chiqarishga harakat qilinglar, birga bir. Tushunasizlarmi? Men kutib o'tirmay keltirib chiqarishim. Olasizlar, sizlar ham одновременно ishlab olinglar, men qayerdadir xato qilsam, yoki sizlar qayerdadir xato qilsanglar, solishtirishga возможность bo'ladi. Hop, sinus kvadrat bektdan men bu ifodaga tenglayman. 4 pi to'xtang. Suratda 4 p minus a p minus b p minus b. Tak, taqsim a kvadrat b kvadrat. O'z sinus kvadrat bektdan mana shu ifodaga tenglayman. Xo'p, sinus bektdan o'rni, ya'ni ham bu yuz berib oladigan bo'lsa nima bo'ladi? Tak, 2 taqsim ab ildiz ostida p minus a p minus b p minus c degan ifoda keladi. То есть sinus bektdan o'zi sof ko'rinishi mana bu ekan. Хорошо, mana buni o'chirib tashlayman. Buni natijasiga endi aniqlangan. Natijasiga endi diqqat bilan tomosha qilamiz. Sinus bektdan nima qanaqa ifodalab olsam bo'ladi? Mana shundan tashqari. Spoiler qildim, mana sirasi qo'yib qo'ymayman. Tak, spoiler qildim, mana ko'rsatib qo'yayapman. Qo'lim bilan ko'rsatib turaman. Sinus bektdan yana qanaqa ifodalasa bo'ladi? Boshqa qarang. Tak, qaraydi. Mana bu ikki tomonni ishlatgan holda va u orasidagi burchakni ishlatgan holda biz nimani topsak bo'ladi? Bisektrisa deymi, jinmimisan, yuzani topsak bo'ladi. Yuzani topadigan bo'lsak, подождите. S teng bo'ladi. Tak, S teng bo'ladi. 1 taqsim 2 a ko'paytirilgan b ko'paytirilgan sinus beta. Xo'p. Shundoq tak получилось-da, что menda уже sinus beta turibdi. Olib qo'yamiz demak, foydalanamiz. Vaziyatdan. Tak, qaranglar. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan ab ko'paytirilgan sinus betani qo'yaman endi o'zim. 2 taqsim ab ildiz ostida p minus a p minus b p minus c ekan. Xo'p, a ketdi, ikkila ketdi. Shunda s teng ekan, ya'ni yuzam. Ildiz ostida p minus a p minus b p minus c. Mana isbotlab. Gerov formulasiga o'xshadimi? O'xshadi. Хорошо. Xo'p, rasmga olinglar, yozib olinglar, eslab olinglar. Keyingi holatimizni o'qamiz. Bu juda ham sodda holat, просто Gerovning formulasini olib qo'yamiz. Shunda, короче, qaranglar. Tak. Manbu A, manbu B, manbu C, I, H, B.
Tak, nima qilish kerak ekan bitta o'zi? Qaranglar. Bizlar yozsak b ko'paytirilgan h1 taqsim 2. Boshqa tarafdan qarasak, yozamiz p ko'paytirilgan p minus a ko'paytirilgan p minus b ko'paytirilgan p minus c ekan. Xo'p, bu ikkalasini tenglagan holda men nimani topa olaman? H1 ni qiymatini topa olaman. To есть tenglasanglar, sразу proporsiya yozib qo'yaman, o'zingizlar keltirib chiqaringlar. Nima bo'lganini qat'iy deganman. Tushundinglar? To есть bunaqa situatsiya bo'lyapti. Tasavvur qiling, sizlarga tomonlar berilgan, faqat tomonlar berilganda, qaysidir bir tomonga tushirilgan balandlikning qiymati so'ralgan. Eslatib o'taman, sizlarda faqat tomonlarning qiymati bor, sizlarda burchak yo'q, anavi yo'q, faqat tomonlarning qiymati bor. Sizlardan qaysidir bir tomonga tushirilgan balandlikning qiymatini so'rayapti. Eng qisqa yo'li shunchaki Gero formulasiga qo'yib, keyin yuzalarni bir-biriga tenglab, to есть mana bu formula bo'yicha ishlash. Хорошо. Keyin qaranglar, endi yana bitta narsani ko'rsataman, buni tushundinglar lekin degan bittaman, chunki uchburchak yuzasini balandlik bo'yicha ifodalaganimiz bor, keltirib chiqarganimiz. Men o'shani aytib o'tdim, narigi ikki tomonga o'zingizlar qarab ko'rasizlar. Xo'p, sразу mayli bo'lib ketaman, qanaqa qaranglar. Mana bu A tomonga tushirilgan balandlik bo'lsin, HA bilan. Mana bu esa C tomonga tushirilgan balandlik bo'lsin, HC bilan. Shunda nima bo'ladi? Yuzani topadigan bo'lsak, A ko'paytirilgan HA taqsim 2 teng bo'ladi. B ko'paytirilgan HB taqsim 2 teng bo'ladi. C ko'paytirilgan HC taqsim 2 ga. Tushundinglarmi? Ana bunaqa bog'liqlik bor. Xo'p, ko'rib turganinglarga mana shu o'ziga e'tibor bersanglar, bitta qisqarib ketadi. Mana AHA teng BHB teng CHC. Ana shuni chiqib keladi. Xo'p, bu qanaqa vaziyatlarda ishlatasizlar buni? Xo'p, tasavvur qilinglar. Sizlarda qanaqa vaziyat? Uchburchak berilyapti. Uchburchak ikkita tomon berilyapti. Ya'ni qarang. Tak. Nega mana bu bir deylik deb to'plamiz. A1 mana bu tak. Xat A. Bu yerda qarang, ikkita tomon berilyapti. To есть ikkita balandlik berilyapti. Точнее bittasi. Ya'ni mana demoqchiman. Tasavvur qilinglar, bizga HB berilgan, A berilgan, B berilgan. Sizlardan HA ning qiymatini so'rayapti. HA nimaga teng? Birinchi qarashda odam tushunmaydi buni nima qilishni. Lekin biz mana bu nima deydi? Bog'liqlikni bilamiz. Mana shu bog'liqlikni bilganimiz uchun mana bu qismiga qo'yib ishlab ketsak, to есть topib ketsak bo'ladi javob. Tushundinglarmi? Ya'ni mana shunday vaziyat bo'yicha. Shu. Balandlik burchakka oid bo'lgan joylar tugadi. Xo'p, xudo xolasa ertaga kelib mana уже to'rtburchak a'lolarga o'tamiz уже. O'shalarni keltirib chiqarish boshlaymiz. Xudo xolasa mana shu metrgacha olib beramiz. Stereometriyani to есть. Xudo xolasa, aniqlasak. Xo'p, agar bu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, men to'g'risi xursandman. Ikkinchi qismini kutib qolinglar. Barchaga omad, charchamaylar. Keyingi videoda ko'rishguncha. O'g'limni